Mamlakatimizda yoshlarning ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularni kitob o'qishga, ilm va tafakkurga oshno etish maqsadida turli tanlovlar, loyihalar o'tkazib kelinmoqda. Jumladan, Toshkentda yosh harbiy xizmatchilar o'rtasida Ajdodlar izidan nomli intellektual tanlovi tashkil etildi. Zamonaviy texnologiyalar, global axborot oqimi va uzluksiz yangiliklar davrida an'anaviy kitob va qo'llanmalarni mutolaa qilish kamaygani inkor etib bo'lmaydigan haqiqat. Shu nuqtai nazardan ajdodlarning tarixiy, muhim ahamiyatga ega bo'lgan merosini avlodlarga yetkazish, kitobxonlikni targ'ib etish, mustaqil fikrlovchi yoshlarni oshirishga qaratilgan Ajdodlar izidan intellektual bellashuvi o'tkazilib kelinmoqda. Bellashuvning respublika bosqichida jamoalar vakillari bor bilim va tajribalarni savol-javoblarda namoyon etishdi. Intellektual tanlov 6 ta kuch tuzilmalari o'rtasida tashkil etilgan. Ya'ni har bitta jamoalarimiz 6 nafardan ishtirokchilar, 6 ta jamoa bellashyapti. Bular Mudofaa vazirligi jamoasi, Ichki ishlar vazirligi jamoasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi jamoasi, Bojxona qo'mitasi jamoasi, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari va Milliy gvardiya qo'mondonligi jamoalaridan iborat hisoblanadi. 30 ta savol berilgan, 2 raund, 15 ta savoldan. Birinchi raund tugagandan keyin 15 daqiqa tanaffus beriladi. Va ikkita raund yakuniga ko'ra umumiy ballar hisoblanadi va umumiy natijaga ko'ra g'olib e'lon qilinadi. Savollarimiz tarix, adabiyot, bundan tashqari tarixiy kitoblarimiz Amir Temurga bog'liq, Amir Temurning ajdodlariga bog'liq va zamonaviy uyg'onish to'plamlari hamda jadidlar to'plamlaridan savollar tuzganmiz. Tanlov nizomiga ko'ra, har bir savol uchun 30 soniya vaqt ajratilib, to'g'ri javob uchun 1 balldan baholab borildi. Tezkorlik, aniqlik, fikrlarni jamlash va qisqa vaqtda javob berish qurolli kuchlar